Assalomu alaykum aziz gulshaydonlar, yashil olam kuzatuvchilari. Mana bugun bizda yangi Xitoy gullarimiz keldi. Inshaalloh 2 kunlarda Gollandiyadan yangi yuklarimiz ham keladi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol zakaz berishingiz mumkin. Telefon nomerlarimiz 91 666 89 82. Qisqacha gullarning narxi, holati hamda ozroq ma'lumot berib o'tib ketaman. Yangi boshlovchilar uchun, gul parvarishga qiziqayotganlar uchun. Bu gardeniya guli. Gardeniya guli kislotovni yaxshi ko'radi. Suvda shunaqa jonchaga quyib to'yintirib ichirasizlar. Xo'p, limonli suv bersalaring, gullar chiroyli bo'lib ochiladi. Mana gullar shunaqa hidi shirin bo'ladi. Hamda quyoshda yoqtirmaydi. Nam havoda yaxshi ko'radi. Gardeniya gulimiz mana pishni, o'rta darajada, ichlari to'la. Hozir buni sug'organ edim, suv oqayapti. Mana hop, mana holati, ichida mana hammasi shoxlayapti. Bunga kerak bo'lsa, mana holati 90 ming so'mdan narxi. Xitoydagi hidrosi shirin gardeniya gulimiz. Hop, bolalar uchun xonasiga kislorodni yaxshi ta'minlaydigan o'simliklardan qidiruvchilar uchun bu paparotnik. Mana shunaqa sorti, mana bariga zich bo'lib, shunaqa oq ipga o'xshab ildizchalar hosil qiladi. Bunimizning narxi 30 ming so'mdan, kimga kerak bo'lsa. 100% kislorod chiqaradi. Hostalarimiz bor. 90 ming, 100 ming har xildan, har xil gigant sortlari. Ma'lumot uchun, hosta yer guli har yili qishda tepasi quriydi, bahordan o'zida ko'payib, katta bo'lib chiqaveradi. Salqin joyda yaxshi ko'radi, suvni ko'p ichadi, chunki ildiz yuzaki. Bundan oldin hosta haqida ma'lumot berganman. Batafsil ko'rib chiqsalar ham o'zimni hovlimdagi hostalarda aytib o'tganman. Gul ochadi, guli ham chiroyli. Bo'lmasa mana sifat film gullarimiz kelgan, ildizlari o'rta darajada tiqilib ketgan. Mana ildizlari juda ko'p, zo'r. Xitoydagi 45 ming so'mdan, kimga kerak bo'lsa, bo'ylari ham mana baland 45 mingdan narxlari. Optim narxda, kimga kerak bo'lsa, sotuvchilar uchun kelishamiz. Yana ham mana chiroyli. Hamma joyga dostavkamiz bor. Sinapsuslarimiz mana. Buni kichikroq variantlari kelgan edi. 80-75 lardan ham. Bunisi hozir katta variantda kelibdi. Epi Premium variat sorti. Barlari katta bo'ladigan, mana ko'rib turibsizlar. Mana juda o'rta darajada katta. Sog'lom, 110 mingdan bunimiz Pyostri sorti, barlari kattasi. Hop, kalatiyalarimiz keldi. Shunaqa Rozalinda, adashmasam Rozalindami degan nomi, Rozami degan kalatiya. Bu namlida yaxshi ko'radigan gul hisoblanadi. Ko'pchilikka tanish kalatiyamiz. Adashmasam 70 ming so'm. Adeniumda mana shunaqa mahroviy mix sorti bor, aralash rangli. Mahroviy ochiladi. Bonsai shaklida katta, yoshi katta, 110 mingdan adashmasam. Avokaziyani Bambino sorti bor, 70 mingdan narxi. Mana kuslari ko'pgina, 3 tadan ekan. Qo'shdi mana Bambino. Ribkalarimiz bor. Hop, qizil, sariq gulcha ochadi bu. Bunimizning narxi 75 ming so'm, 70 ming so'm adashmasam. Bunimiz 60 ming so'm shunaqa. Hop, ribka. Bu o'zidan o'zi tez ko'payib ketaveradi. Spreyda yaxshi ko'radi. Hop, endi ekzotikalarimiz bor. Ekzotika tanishadi ko'proq. Buni Silverhang Epi Premium mana shunaqa bo'ladi. Kumushsimon, barlar tovlanadi. Ichida qushlar ko'pgina, chiroyli. Buni narxi hozir esimdan chiqib qoldi. 90lar, 100lar atrofida edi. Hop, bo'lmasa ketdik. Difinbahiyamiz bor, 3 kuchdan. Mana 90 mingdan yo 80 mingdan adashmasam shunaqa edi. To'g'risi aniq esimdan chiqib qoldi. 3 kuchdan. Bo'ylari ham mana baland, yangi barlar chiqargan. Bular hammasi Xitoydagi. Hop, zamyakulkasimizning katta varianti bor. Mana 60 santimetrli. Barlari hamma yog'i joy-joyida, ichida kushlari ko'pgina. Bu 110 mingdan. Mana bitta hop santimetramiz bor, 85 ming so'mdan. Mana ichida kushlari ko'pgina, 60 santimetr bo'ylari.
Paparotnik asplenium paparotnik sorti вообще zo'r, shunaqa zo'r toza havo chiqaradi. Suvni sprey qilib qo'ysangiz yuzga zo'r kislorod beradi. Mana shunaqa bo'lib mayda boshoqqa o'xshab chiqindilarga yozadi. Mana barlari yangi. Hop, mana bunimiz adashmasam 100 ming so'm. Katta. Buni kichikroqlari ham bor, arzonroq bo'ladi. Hozir men kattasini olib keldim, chunki ko'pchilik o'tgan safar ham yetmay qolgan. Bu safar ham olib keldim. Yaxshi ko'raman o'zim ham. Keyin mana kiysmoni bor. Asplenium asaka deyiladi. Bunimizning narxi adashmasam 70 va 80 lar atrofida. Paparotnik eng zo'r xona tozalaydigan o'simlik hisoblanadi. Zamiyamizda shunaqa kichikroq variantlari bor. 40 sm da. Ichida qutulari ko'pgina, mana holati rissa ham chiroyli. Ichida mana asmakotlari bilan adashmasam bularimiz 90 mingmi shunaqa atrofida. Xo'p, bo'lmasa hozircha kelgan gullarimiz shular. Bu gullar asosan o'zimiz iqlimlarda yaxshi o'sadi, unaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. Shuning uchun mana shu gullardan olib keldim. Hozir Gollandiyadan yana yangi gullarimiz kelyapti, inshaalloh. Mana shu 2 kunlarda joylashtirib boshlayman. Bemalol Telegramimizga ulanmasalaring, zakaz bersalaring hamma joyga yetkazib beramiz pochta orqali. Telefon nomerlarimizni aytib o'taman yana 91 666 89 82. Bizda hamma narsa mavjud. Gul uchun tuproq, sizga qanaqa tuproq kerak bo'lsa tayyorlab ham beramiz. Hamda vitaminlar, tuvaylar, gullarda Gollandiyaniki ham, Xitoyniki ham, yer gullari, xona gullari, barcha gullar mavjud. Hamda ofislar uchun ham gullar zakaz olib tayyorlab beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Manzil Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar. Bemalol uyimizga kelib ham olib ketishlaring mumkin. Marg'ilon shahri O'zbegona oshxonasi oldida. Mana shu 91 666 89 82 ga Telegram orqali yozsalaring, kanalga qo'shib qo'yaman. Bemalol qo'shilib olishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.